Biz pechkalarga kafil yopishtirsa bo'ladimi deb ko'pchilik so'rashadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, akalar. Xudo xolasa juda chiroyli holatda o'zimiz uyimizga kafillik qilib bezagini berdik. Ustakalarimiz sog' bo'lsin, juda chiroyli holatda yopishtirib qo'yishibdi. Buni akalar kafil yopishtirsa tushib ketadi deb ko'pchilik gapiradi. Bu yerda profili bor. Mana qish urilgandan keyin profili bor. Suv oqib turib kafil yopishtirganda mana profilning ichiga kirgizib yopishtirilsa, bu hech qachon tashlab yubormaydi akalar. Mana butun granit kafildan qilingan. Granit o'zi aslida bu juda chiroyli holatda mana ustakalarimiz yopishtirib qo'yibdi. Mana profilni o'zi ham ushlaydi, mana bu yoqda. Profil o'zi ham ushlaydi hamda bu kafil bemalol buni ushlab turadi. Bu hech qayerga sug'urib ham chiqarib bo'lmaydi. Xohlasa hech qanaqa tashlab olish holatlari kuzatilmaydi. Ko'rsanglar holat ustagamiz juda chiroyli holatda qilib yopishtirib qo'yibdi. Mana bemalol kafil yopishtirsa ham bo'laveradi. Juda chiroyli holatda mana chiqadi akalar. Qaranglar. O'ta tiniq turibdi. Endi bu aboyni bitta atrofini aboy qilib olamiz. Kamis va figuralari chiqib chiroyli holat bo'lib qoladi. Bu mana bu old tarafdan ko'rinishi, old tarafini ham ishlarini boshlab olgan ekan. Mana juda chiroyli holatda mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana akkuratni qilib kesibdi akamiz. Kafilchi usta akamiz. Butun kafilni mana butun kafil granitda, butun granit ketgan mana. Ichiga kirib, keyin buni issiq uradigan asosiy joy shu yerda. Endi bu urgan issiq bu yoqqa chiqaraveradi endi. Uyga yana ham effektiv issiq beradi, xohlasa. Ko'rsanglar bo'ladi. Kafil yopishtirsa, granit toshlar yopishtirsa, har xil mozaikalardan ishlab olsa, bemalol bo'laveradi. Xudo xolasa juda uzoq yil xizmat qiladi, umuman tashlab yubormaydi. Har xil oddiy toshlardan, mozaikalardan ham bezagini bersa bo'ladi. Oddiy remont ham qilsa bo'laveradi, bemalol. Rodbun tortib turib, chiroyli holatda remontini qilsa ham bo'ladi, hamda travertin chizib qo'ysa ham bo'ladi. Biz naryadagi xonamizga, xudo xolasa naryada ham xonamiz bor. U yerda ham mashpechkadan qo'yilgan travertin chizib qo'yganmiz. U ham mana 3 yildan beri yoqamiz, hech narsa bo'lgani yo'q, juda chiroyli holatda turibdi. Keling, ko'ringlar. Вообще chiqibdi-yu.